Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 18-fevral 2026-yil mana shunday motabor bilan yerni kavlab mana bunaqa shifalirlarni tikka qilyapmiz. Ustunlarni trayne korona sort nimamiz yejivkamiz mana yerda yotibdi. Mana shoxlari. Ularga endi shifalirlarni tikka qilib ustunlarni keyin sim tortib bog'lab chiqamiz. Nasib bo'lsa erta-indindan ichlarini o't bosgan ularni tozalaymiz. Shunaqa ishlar. Shifalirlarimiz mana shunday turish yaxlitligi 2,5 metr ustunlarimiz. Yerga 50 sm qo'yilyapti, kirgizib, tepaga 2 metr qoldirilyapti. Bu yerda ko'chat bilan ko'chatning orasi qator oraligi 3 metrga ekilgan. Qatorlar orasi 3 metrda, ko'chat bilan ko'chat 2,5-3 metrda. Shifalirlarni ustunlarning oralig'i bunisidan bunisigacha 8 metrga belgiladik.